Menga ko'proq yoqqan rasvedka ham yetib keldi. Ikki xil rasvedkasini sizlarga ko'rsatdim. Ushbu qo'limdagi Kolumbiyani, lekin mana shu rasvedka meni birinchi bo'lib e'tiborimni tortdi va ushbu brendni ushbu modelini post qilishimga sabab bo'ldi. Keyin boshqa ranglarini ko'rdim. Ya'ni birinchi ko'rgan rasvedka ham shu bo'ladi. Va qaranglar, juda ham chiroyli rasvedka, qora hamda to'q ko'k va iplari ham sal bir noodatiy rasvedkalar bilan обработка qilingan. Nimadir bo'lish kerak-da krossovkada. Men uchun mana shunaqa nimadir bo'lish kerak. Oddiy qop-qora krossovkalar menda ozgina no go. O'shaning uchun ham ushbu rasvedkasini shaxsan o'zim ko'proq kutdim va marhamat obzorda. Aytganimdek, oddiy ko'k emas, qanaqadir ham matroq, to'qiroq, ochiqroq ko'k desa ham bo'ladi. Va u qora rasvedkalar bilan обработка qilingan, nafaqat tegi qismi poshnasi, balki mana bunaqa poloska qovurg'ali bilan. Va mana bu poloska ham oldi udar tayyorgan qismi ham qora. Ipi bo'lsa aytganimdek, bazaviy rasvedkada qo'ygan hamda qanaqa rang bu? Bilmadim, och saruga oq aralash rang, qanaqadir ajoyib rang, noodatiy rang va oyoq kiyim sovutqizmas. O'sha ikki xil rasvedkasida aytganimdek, qora hamda seriy rasvedkasida sovutqizmas bo'ladi va mamtlardan o'ziga tikilgan tili, o'shaning uchun ichkariga suv kirish ehtimoli juda ham past va yumshoq ko'pi. Yumshoq balki kam aytildi, juda ham yumshoq ko'pi, sovutqizmas kirish uchun va qalinligini qaranglar. Tishlari ham baquvvat hamda qalin qilingan, o'shaning uchun xudo xolasa suvli, qorli, muzli joylarda stabil yurasizlar. Skitkada $119 sotilibdi va menimcha hozir ham shu narx. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Rang jihatdan takoy yurishli, kiyishli oyoq kiyim nima deysizlar?